Ukam svet ko'p o'chyapti, ishlab chiqarishim bor, xo'jaligim bor, isitgichilarim ishlamayapti degan akalarimizga Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga barcha turdagi katta kichik divizorlarimizdan optim narxlarda yetib kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, to'liq ma'lumotlari bilan, narxlari bilan yoritib beramiz. Hozir bittadan like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosib keladigan obunachilarimizga albatta aytiladigan narxlardan chegirmalarni qilib beramiz. Birinchi o'rinda tanishtirib o'tadigan divizorimiz akalar 6500 markali Aerobis firmasiga tegishli divizorimiz bo'ladi. Motorlari 190 katta motordan qilib ishlangan. Divizor olishda eng ahamiyat beradigan joyi bu atmotikasi bo'ladi. 100% misli atmotikadan oladigan bo'lsalaring, sizlarga juda ham uzoq xizmat qilib beradi akalar. Xohlasalaring ruchnoy tort urg'izasizlarmi? Bu tomonda ruchnoy bor. Xohlasalaring kalit orqali bemalol urg'izib ishlatsanglar ham bo'laveradi akalar. Benzinli, benzin baki 25 litrli, bitta to'ldirib olsalaring 2 kun 3 kungacha tindirmasdan ishlatishingiz mumkin. 6500 marka 5,5 kilovatgacha tok chiqazib bera oladi. O'zida balonlari, rulolari ham yo'q, komplekt qo'yilgan. Konditsioner, xolodilnik, kirmoshina shunga o'xshagan narsalar bemalol ishlatib beradi. 220 tok chiqazib beradi. Ortiqcha nagruzka bo'ladigan bo'lsa, tashaveradigan funksiyalariga uchun tayyor qo'yilgan, mana o'zini relaylari qo'yilgan. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa $500, 6500 markali divizorimiz. Kanalimiz nomidan keladigan bo'lsalar, chiroq narxlari chiqazib beriladi. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Dastavka xizmatlari ham bor. Endi ukam bizga averli sistemada bo'lsin, svet o'chgandan keyin divizor avtomatik qo'shsin, svet yongandan keyin avtomatik o'chsin degan akalarimizga, xo'p, Subtech firmamizda 6500 markali 5,5 kilovatli divizorimizdan yetib kelgan. O'zida aver sistemalari bor. Mana averlari, ateslari qo'yilgan akalar. O'sha aytganimdek, davlat toki o'chgandan keyin divizorga avtomatik qo'shadi, yongandan keyin avtomatik o'chadi. O'zida aver sistemasi bor. 220 tok chiqarib beradi. Kalitga ham xohlasalaring ruchnoy ham tortib yurg'izishlar mumkin. Subtechniki 1 yildan garantiyalari beriladi akalar. Atmotkalari juda ham katta, misli atmotka qilib o'ralgan. Undan tashqari akalar, gulshitrlarda setka qo'yilgan hisobiga ovozlari anchagina past holatda chiqadi. Narxi $580, averi bilan komplekt holatda chiqadi. Avtomatik o'ch yonadigan divizorimiz. Pastda nomer qoldirib ketaman. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring to'liqroq ma'lumotini olishingiz mumkin. Endi akalar kattaroq variantidan so'raganlar akalarimizga Aerobisni kattaroq model yetib kelgan. 9500 model, 9,5 kilovat, toza berishi 7,5 tok beradi akalar. Bu ham averli sistemada, xohlasalaring kalit orqali, xohlasalaring akalar ruchnoy tortib bemalol urg'izishlar mumkin. Sifatlari juda ham zo'r. Benzini qancha qoldi, qanaqa holatda ishladi, hamma yo'g'ini o'zi ko'rsatib turadi, ko'rishingiz mumkin. Atmotikalari kattasidan, gulshitrlarining ustiga setka qo'yilgan variantidan. Narxi akalar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa $600 obunachilarimiz uchun, kanalimiz nomidan keladigan obunachilarimiz uchun chegirmalarni qilib beramiz. Subtechimizda 7500 modeli ham bor. Orqa tomonda turgani 7500 modeli, narxlari xo'p, $580 dan qilib beramiz. Akalar 8500, 9500 modellari bor. Averli sistemada bo'ladi, avtomatik o'ch, avtomatik ronadi. Rollari ham yo'q o'ziga tayyor qo'yilgan bo'ladi. Rollari ham juda ham mustahkam hamda qalin qilib ishlangan holatda ko'rishingiz mumkin. Bemalol joylarni qo'zg'atib ishlatishingiz mumkin. Arendaga bersalaring ham akalar bemalol 1 sezonda pulini chiqaradi. Xo'p, to'ylarga bemalol ishlatsanglar bo'laveradi. Kattaroq modellari $600, $650, kilovatlariga qarab narxlari o'zgaraveradi. Katta 50 kilovat, 40 kilovat variantidan so'raganlar, unaqa variantlari ham do'konimizda bor akalar. Dastavkalari bilan chiroq narxlarda butun O'zbekiston bo'ylab qilib beriladi. Pastda nomer qoldirib ketdim. Aloqaga chiqib bog'lansalaring chiroyli qilib dastavkalari bilan yetkazib qilib beramiz. Manzilimiz Marg'ilon hokimiyat, Marg'ilon Soliq to'g'risi joylashgan agrotexnikalar do'koni bo'ladi. Telefon qilib bog'lanishingiz mumkin.